Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuter ekranini zapis qilishni o'rganamiz. Buning uchun Bandicam dasturidan foydalanamiz. Bu dasturni men video uroklar tayyorlash uchun ham ishlataman. Sizlarga ham ushbu dasturdan foydalanishni tavsiya qilaman. Dasturni o'rnatib olamiz birinchi navbatda. Dasturni o'rnatishdan oldin antivirusni o'chirib qo'yishni eslatib o'tishim kerak. Mana antivirusni o'chirdik. Endi davom etamiz. Dastur o'rnashdi deyapti, kirib ko'ramiz. Men sizlarga asosiy sozlamalarni qilishni o'rgataman. Bu sozlamalarni qilgandan so'ng bemalol xohlaganingizcha kerakli videolarni yozishingiz mumkin. Mana dasturning ko'rinishi. Birinchi navbatda sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Mana osnovaga kirgan holatda bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu ishda turavergani ma'qul, farqi yo'q. Videolaringiz saqlanib bo'ladigan joyini ko'rsatyapti. Bu men o'zgartirmaganman, xohlasangiz ko'rishingiz mumkin. Bu boyagalarni aytyapti. Bular bo'yicha ham kerak yo'q o'zgartirishlar. Bular turaveradi. Bularga ham muammo yo'q. Bu yoqlar yetarli. FPS ham kerak emas hozir bizga. Mana bu yerda bizga kerakli sozlamalar bor. Mana bu sozlamamiz F12 deganda, bunda F12 ni bossangiz video zapis qilishni boshlaydi. F12 ni yana bossangiz video to'xtatiladi. Mana bunda kursorni ko'rsatish. Har bitta harakatlaringizda mishkani atrofiga doira bo'lgan holatda ko'rsatadi. Pauza qilish Shift 12. Buni ham o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, o'zgartirib ko'ramiz. Shift S. Shift 2. Xohlaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin. Настройкаga kiramiz. Zapis zvuk mavjud. Lekin bu bo'yicha ovoz yozishni tavsiya qilmayman, chunki bunda ovoz sifati juda ham buziladi. Alohida qurilmaga yoki oddiygina Android diktofoniga ovoz yozib, keyin uni alohida videoga montaj jarayonida qo'shishingiz mumkin. Web kamera, agar web kamera ishlatadigan bo'lsangiz, buni tichkani belgilaysiz, web kamerangizni tanlaysiz va uni joylashuvini ko'rsatib berasiz. Qanday bo'lishi kerak, bu yoqdami, umumiy holatdami? Bular har bittasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Men web kamera ishlatmayman, shuning uchun o'chirib qo'yaman. Mana boya aytib o'tganim mishkamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda oppoq fon, razmer 100. Mana effekt berdik. Agar bunda mana o'ng knopkasini bossam ko'k, chapni bossam qizil. Bu menga kerak emas, chalg'itadi. Buni belgilaymiz va bundan o'zingizga yoqqan biror bir rangni belgilashingiz mumkin. Mana orqa fonida turdi. Ovoz kelishi, ovoz chiqishi, ya'ni o'ngni bossa boshqa, chapni bossa boshqacha kerak emas. Logotip. Bunda har bitta videoingiz tagiga mana belgilab bergan rasmingizni logotip sifatida qo'yadi. Buni montaj jarayonida qo'shishni tavsiya qilaman. Montaj bo'yicha ham videolarimizni kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Tekst. Bu matnni ham kerak joyga montaj orqali qo'yish tavsiya etiladi. Mana bu joyda vishshi bo'ladi, ya'ni bunda asosiy e'tibor zapisga qaratilsin degan ma'noda. Qolgan joylari joyida. Mana endi video formatini ko'rib o'tamiz. Mana boyagi joy videodamiz, tepalarni ko'rdik, shablonga qaraymiz. Xo'p, biz o'zimiz uchun bitta yaratganimiz ma'qul ekan. Настройкаga kiramiz, M4 ni tanlaymiz, polniy razmer, FPS 25 yetadi. FPS nimaligini kanalimizda maqolalar orqali ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bunga buni belgilaymiz. Bu nisbatan videoni kichraytirish uchun qulay bo'lgan kodek hisoblanadi. Kачествосini 100 qo'yamiz. Keyinchalik buni o'zgartirishimiz mumkin. Ovoz bo'yicha 128 yetarli, stereomiz mono. Mono bilan stereo kanallar nimaligini ham kanalda aytib o'taman. Mono degani bitta ovoz yozish, stereo esa bir nechta ovozlarni birgalikda yozish. Bunga 44100 yetarli. Ko'rdingiz, xuddi shu tarzda sozlab chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rdik. Quality 100 full size, ya'ni to'liq ekranni yozadi. Hammasi tayyor. Rasm screenshot qilganda kerak bo'ladigan. Buni sozlashingiz mumkin, lekin men screenshotni bu orqali emas, mana o'zimizni kanalda ko'rib o'tgan programmamiz orqali qilaman. Shuning uchun bundan ishlatmaymiz. Asosiylarni ko'rsatdim.
Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda polni ekranni belgilaysiz. Mana bunday oyna chiqadi. Yana bitta qiziq holati bor. Video olayotgan paytingiz bu panelni yashirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda pastda ko'rinmay turadi. Va siz boya ko'rib o'tganimizda F12 bilan videoni zapisini boshlashingiz yoki tugatishingiz mumkin. Ushbu dasturning sozlamalariga yana bir qo'shimcha aytib o'taman. Bunda obratный счет deydi, ya'ni video yozishdan oldin 3 dan teskari sanaydi, ya'ni 3 2 1 deydi. O'shani yoqib qo'yishni tavsiya qilaman. Video yozayotgan paytingiz turli xil sohalarni belgilab berishingiz mumkin. Buning uchun polni ekran tanlaganimizdan so'ng Ctrl Alt D ni bosamiz. Mana bunday panel chiqadi. Bu panel orqali keraklicha sohalarni ko'rsatib berishingiz mumkin. Shu bilan ushbu darsimiz poyoniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Esingizda bo'lsa, keyingi darslarimizda montaj qilish bo'yicha alohida tushunchalar berib o'taman. Nazariy qismlarini, amaliy qismlarini o'tamiz. Shuning uchun kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi darslarimizni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.